Bir oydan oshib ketdi radar. Keldi. O'tgan oyda 15 ta tushgansiz, bu oyda 20 ta kelyapti. Sizga to'lamaysiz. Oliy Majlis Senatini qo'mitasini majlisida ko'rib chiqilib, endi bir oydan oldinga tushgan radarlar hammasi chopildi. 6 oy oldin tushgan radarlarni to'laganlarni eshitganman. 3 oy, 1 yil to'laganlar bor ekan hatto. Shaxsan o'zim gaplashganman taksi qilib yurgan vaqtimda. Mana muammo yechildi. Yaxshi tomonga o'zgardi. Qancha odam bundan norozi bo'lib turuvdi, mana ko'rib chiqishibdi. Haqiqat bor. Mana adolat qaror topdi. Bitta juda katta muammo edi bu ham. 30 kun o'tdimi? Xat kechikib kelgan bo'lsa, to'lab qo'yishim kerak buni. 100%ni 50% bo'ladi deb puldan ekonom qilaman deb o'tirmang. Umuman to'lamaysiz. Bir oy ichida kelsa, keyin to'laysiz. O'tgan oyda 10da radarga tushgan ekansiz. 10 kun, 15 kun, 20 kunda sizga yetib kelyapti xat. Siz to'laysiz. O'sha 35 kun bo'ldimi, 32 kun bo'ldimi to'lamaysiz. Zo'r yangilik. Xursand bo'ldim lekin.